Bir yigit bir kuni aytayaptiki, men ayolim bilan ajrashdim deyapti. Ayolim bilan ajrashishligimga sabab deyapti xiyonat. Ayoli xiyonat qilgan eriga ajrashyapti. Endi birov maslahat beribdiki, sen yaxshi ishda ishlaysan, yaxshi pul topasan, shu bolangga debdi kamroq nafaqa chiqadi, aliment deydi. Shu aliment kamroq chiqadi. Shu uchun o'zing bir kamroq bir ishga joylashganda, shu 1 millionlik oylik oladigan bo'lsang, bir 250 ming so'm bolangga bergin deb maslahat beribdi. Bu bola oldiga borganda shu narsani maslahat so'rayaptiki, bir kishi menga shunaqa maslahat qildi. Men aytdim, sen bilan ayolingni qilgan ishingga bolani aybi yo'q. O'sha bolang oldingda o'tirsa, oldingda yursa, xonadoningda yursa, bolang uchun qancha pul xarajat qilasan bir oyda? Ha 1 million, 2 million, 3 million, hamma yeydigan narsasini olib beraman, kiyimini kiydiraman, hamma sharoitini qilib beraman, birovdan kam qilmayman. Endi sen o'sha bolangga shuncha narsani xarajat qilib turibsanmi? Ajrashganingdan keyin ham shuni qilavergin. Rizqni Alloh beradi dedim. Shunda aytdiki, shu yigit mana shu narsani taxlashim uchun deydi, bir hujjat 1 millionlik oylik taxlashim uchun qayergadir ishga kirdim, yana nimadirlar qildim, 4-5 million rasxod qildim deyapti. 4-5 million rasxod qilib turib, bolasiga har oy 250 ming so'm bermoqchi. Ko'rdingmi dedim. O'sha 5 millionni keraksiz joyga rasxod qilgandan ko'ra bolangga bersang bo'lmaydimi? Keyin xayoli joyiga kelib turib aytayaptiki, ha, men noto'g'ri qilman. Bolangga qancha berish qo'lingdan kelsa bergin, u seni vazifang. 1 milliondir, 2 milliondir, 3 milliondir, yeb ichishi, kiyimi, o'sha o'qishi yoki boshqa narsalar uchun bola uchun berishlik kerak. Ota-onani aybi uchun bolani hech qanaqangi u joyda aloqasi yo'q. Bolaga berishlik kerak. Ertaga qiyomat kunida bu narsadan ota-ona so'raladi. Alloh saqlasin. Mana shu ota-onasi oilaviy janjal bilan boshqa narsa bilan ajrashib ketgandan keyin jamiyatimizda nima uchun bu yetim bolaga, boshqa bolalarga e'tibor berishlikka qattiq qaraladi? Sababi ularga e'tibor bersangiz, ularni keyingi hayoti yaxshi bo'lib ketadi. Agar ularga e'tibor bermasangiz, ularni ruhiy holati, ularni o'sha aqliy holati o'zini tutishi yomon tarafga qarab burilib ketadi. Boshqa insonlar ham ulardan foydalanadi shu narsani ko'rib turib. Demakki azizlar, jamiyatimizda mana shu narsalarga e'tiborli bo'laylik. O'zimizni, farzandlarimizni haqqini chiroyli ado qilaylikki, ertaga farzandlarimiz bizni haqqimizni chiroyli ado qiladigan solih farzandlar bo'lsin.